200 ming so'm uchun uyingizni ko'rsatishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Voy, hozir remont ketyapti-da. Uyga borishim kerak hozir. Ayyolingiz ozodi. Yo'q, 200 mingga arzimaydi-da. Necha pulga arziydi? $100 bersangiz ko'rsatishim. 200 ming so'm uchun uyingizga olib borib ko'rsatishga rozi bo'lgan bo'larmidingiz? Ha, roziman. Qayerda uyingiz? Xorazmda. Hozir bu yerda qayerda yashayapsiz? 18-kvartal. Ketdi, uchta ko'rsatib berasiz. Davay ketdik. Rostdan ketamizmi? Ha, rostsa. Ko'rsatasiz ichlarini. Safarda siz o'zi talabamisiz? Talabam. Hop, bu ketayotgan uyingiz qayerga olib borasiz? Sen shu kvartiraga. Yo'q, ochiq ekan eshik. Mana shu uyi o'zimi, to'g'rimi? Ha, Ko'chadan kirib kichkina hovliga o'xshaydi-yu. Ketdi ichkariga kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yo'lda remont ketyapti. Yo'qda ham studentlar, nari yog'ida ham, u narigi eshigi ham studentlarniki. Yo'qda. Studentlarni yig'gan joy. Ora qiladigan bo'ldik. Boshlang o'zingiz ko'rsating. Yo'qda oshxona. Xalziniylar qani xalziniylar. Tashqari. Ha, tashqaridan hop, bu yerda solyoniy bodringlar, ketchuplar, sariyollar. Voy, mana bu yerda kirmoshina ham ishlaydimi kirmoshina? Ishlaydi. Gap yo'q lekin. Okey, mana men bu yoqda demak o'sha tuxumlarni qovurib pishiryapsizlarmi o'zi? Yoki olib kelib yeysizlarmi har doim? Yo'q, pishiramiz. Bu yoqda vanna. Assalomu alaykum. Alloh xormanglar. Qanaqasizlar? Bu yoqda Dars qilishga. nechta odam yashaysizlar bu yoqda? 6 ta odam. Necha pul to'laysizlar shu joyga? Shu joyga 800 ming to'laymiz. Qimmatmi bu, arzonmi bu? Bilmayman. Normalniy. Dazmolni ham shu yerda o'zida qurasizlarmi? Ha. Ha, bu garderob общий-da, to'g'rimi? Ha, общий. Nima ovqatlar mana bu yoqda pishirasiz? Pishirishni bilasizmi o'zi? Ha, osh qilamiz. Osham qilishni bilasizlarmi? Ha, bilaman. Qilganmisizlar bu yoqda? Qilganman. Qachon qildinglar oxirgi? Oxirgi martam 3 kun bo'ldik. O'xshadimi? Uyda pishgani bo'lmaydi baribir. Bo'ldi, bitta shu xonada, to'g'rimi? Ha, bitta shu. Uyingizni ko'rsatishga rozi bo'lganingiz uchun 200 ming so'm yutib oldingiz. Rahmat.